Xo'sh, barchaga assalomu alaykum. Hurmatli xaridorlarimiz, Gurppadagilar. Manzilimiz yana bir bor video shaklida tushuntirib o'taman. Albatta, gruppamizda, Telegram gruppamizda lokatsiyamiz ham mavjud. Lokatsiya bilan topib kela olmaydiganlarga yana video orqali tushuntirib o'taman. Mana bu yer Abu Safiy Olimpolvondan kelish yo'li. Shu yoqdan to'g'ri o'tib kelamiz. To'g'ri o'tib kelgandan keyin mana bu yer ikkinchi bekat. Sergelidagi ikkinchi bekatimiz. Ikkinchi bekatdan to'g'ri o'tib borishda chap qo'lga razvorot qila olamiz. Olimpolvon qarab kelishda Karmashga kirib olamiz. Karmashga kirib olgandan keyin yonimizda mana bu zdaniya bor. Beshli zdaniya, Outler yonida bizni Sergeli filialimiz. Albatta gruppamizga lokatsiya ham bor. Lokatsiya bo'yicha kasallar ham qo'shni shu yerga olib keladi.